Assalomu alaykum. Barchangizga 9-may xotira va qadrlash kuni muborak bo'lsin. Avval taom ko'rsatuvi efirda. Umid qilamizki, dam olish kunlarini bayramona kayfiyatda o'tkazyapsiz. Zero bugungi avval taom dasturi ham aynan sizning kayfiyatingizni yanada ko'tarinki qilishga, bayram ruhini berishga yo'naltirilgan. To'g'rimi, Umidjon aka? Shu maqsadda biz farg'onalik hofiz O'zganakani taklif qilganmiz. Ham shogirdlari, ham farzandlari Sherali Mahmudov bilan davraga tashrif buyurganlar. Hamda ko'rsatuvimizda bugun Ichki ishlar vazirligi qoshidagi ashula va raqs ansamblining xonandasi, sozandasi Ibrohimjon G'aniyev shu yerdalar. Xush ko'rdik ko'rsatuvimizda. Ibrohimjon aka, tabiiyki zo'r qo'shiq bilan boshlamoqchimiz ko'rsatuvni. Bir vatanparvarlik ruhidagi. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Nima eshitamiz? Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu go'zal ko'rsatuvda ashaddiy muxlislari. Endi bugun mana xotira va qadrlash kuni bayramida turibmiz. Demak, bu har qanday o'g'il, yigit, qizlarimiz mana shu vatanni hali chin yuragidan qo'riqlaydigan mana shu yurtdoshlarimiz bo'lishadi. Shu mardlar qo'riqlaydi vatanni. G'ulomjon Yoqubov musiqasi bilan mana shu go'zal taronani taqdim etamiz. Eshitamiz.
yashang, tashakkur Ibrohimjon aka. Haqiqatda bir kayfiyatni ko'taradigan, shijoatni ko'taradigan qo'shiqlar, vatanparvarlik haqida. Bayramona ruh, vatanparvarlik ruhidagi qo'shiqlar. Albatta, endi biz Ichki ishlar vazirligi ashula raqs ansamblida mana shu ustozlarimiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist polkovnik Uchqun Tillayev rahbarligida mana shu xalqimizning yaxshi kunlarida, mana shu tadbirlarida ijod qilib qolaversa mana shu ichki ishlar xodimlarini barcha mana shu qiladigan mashaqqatli mehnatlarni mana shu go'zal kuy qo'shiqlarimiz bilan xalqimizga yetkazib kelamiz. Baribir mana shu qaysidir ma'nodagi vatanparvarlik ruhidagi go'zal ashula, kuy qo'shiqlar baribir mana shu xalqimizni o'sha mard yigit-qizlarning qalbiga jo bo'ladi, albatta. Yetib boradi. To'g'ri aytasiz. Ba'zi bir davlatlar borki, harbiylarning yonida turib, vatanni himoya qilayotgan oddiy fuqarolar ham bor-da, urush bo'layotgan joylarda. Bizning yurtimizda shunchalik tinchlik bo'layotganligidan harbiylarimiz qo'shiq kuylashadi. Harbiylarimiz ijod bilan shug'ullanishadi, she'r yozishadi, chiroyli rasmlar chizishadiki, bu yurtimizda bo'layotgan tinchlikni bir samarasi deb o'ylaymiz. Haqiqatan buning uchun davlatimiz olib borayotgan dono siyosat, oqilona siyosat tufayli hammasi. Tushundim sizni Jon aka. Mana shu o'sha davrda ham mana shu san'at ahli o'sha agit brigada deyiladi. O'sha ustoz mana shu xalqimizning sevimli ijodkori Tamara xonim rahbarligida o'sha urush bo'layotgan joylarda biz o'sha ustozlarning ma'lumotlariga tayangan holda o'sha konsertlar berib, o'sha front ortidan turib dalda berishgan, ko'tarinkilik bag'ishlashgan. Harbiylarga, o'sha soldatlarga san'atda gap ko'p. Men tushundim sizni Ibrohimjon aka. Baribir tushunchasi, ta'siri bor baribir. Aziz mehmonlar, keling shu o'rinda bugungi taomimizni e'lon qilsak. Mana shu urush davrlarida turli xil taomlar pishiriladi. Tabiiyki, yo'qchilik, yetishmovchilik, tejamkorlik birinchi o'rinda bo'lgan o'sha davrlarda. Bugun o'sha davrlarda mashhur bo'lgan, o'zi aslida undanda qadimiyroq taom non palov tayyorlaymiz. Umidjon aka, non palov. Uning qanday yana nomlari bor? Non palovni endi xalqimiz sevganidan bo'lsa kerak, juda nomlari ko'p. Non jarkob ham deyshadi. Non popon deb erkalatadigan bunaqasini hamki eshitganmiz. O'zimizni non palov bu haqiqatdan uyimizda mehmondorchilik bo'ladi. Ko'p bo'lgandan keyin haligi nonlar ushatilib qolib ketadi. Qolib ketganda bu o'sha tadbirkorlikda uvol bo'lmasligi uchun shu qolgan nonlardan shu taom, ovqat tayyorlanadi. Juda mazali bo'ladi. Bu non palovni yana bir xillar ko'proq yog' ko'proq solib turib, qattiqroq qilib, qotiribroq qilishadi. Yana bir boshqalar suvni ko'proq solishganligi uchun hali ilidek bo'lib, non ham yumshoq bo'lib turadigani bor. Hamma gap tejamkorlikda demoqchisiz, to'g'rimi? Bugungi taom uchun kerakli masalliqlarni sanab o'taman. Biz odatiy yopgan non tanladik. Mol go'shti, ozgina tomat, bezak uchun ziravorlar, piyoz va o'simlik yog'idan foydalanamiz. Qozon hamma xonadonda topiladi. Umidjon aka, bugun hamkasblarim bilan shu maslahatlashganimizda urush davrlaridagi taomlar haqida gap ketganda atilla, yog'on sho'rva, nega shularni ham tayyorlamayapsizlar deb eslatishdi-da. O'zi non palov, non kabob menimcha go'shtsizroq, bir ekonom variantda tayyorlangan bo'lsa kerak. Shunaqa, endi hozir go'shtni ko'rib aytmoqchi bo'lib turgan edim. Go'shtning o'rniga tuxum qo'shiladigan variantlari ham bor. Va endi bugungi kunda bu faqat tejamkorlik emas, sevib iste'mol qilsa bo'ladigan taomlardan biri. To'yimli taomlardan. To'yimli, mana ayniqsa bahor bo'lganligi uchun shunga ko'katlar sepib, piyoz sepib, piyoz ustiga murishlar sepib qo'shib iste'mol qilinadigan bo'lsa, bu ham xushxo'r taom, ham to'yimli taom, ham aytganimdek bu qadimdan kelayotgan. Bu taomni yeganimizdan keyin shu buvalarimiz, bolaligimiz esimizga tushadi. Albatta. Mana avval taom deb yozilgan fartuqlarni taqib oldim. O'zi aslida Ibrohimjon akani ham jalb qilmoqchi edim yordam ishlariga, lekin nazarimda yo'q. Yordamdan ko'ra bir go'zal, siz ham sozandasiz. Shu bir nayda bir so'z, bir kuy chalib bersangiz, men sekin ishni boshlayman. Siz boshlayverasiz bo'lsam, mana shu xalqimizning sevimli sozlari, nay sozidan sizga musiqa bilan ilhom berib turaman. Eshitamiz. Dilafruzxon, siz o'zi oshxonada turganda qanaqa musiqa bilan o'qiyapsiz? Shuni bilib olaylik-da. Sho'qroqmi, yoqimliroq? Kayfiyatga ta'sir qiladigan ijobiy.
qo'lingizga solmang. Ofaring, ofaring. Sal Tashakkur. qisqaroq qildim chunki qarasam kuygi ilhomlari bu yoqqa Bo'sh qolib ketyapti. Bo'sh qolib ketyapti. Endi men chalib beray deganingizda bitta chalib bergin cho'li Iroqni demoqchi bo'ldim-ku, lekin ko'rsatuvimiz vaqt chegaralanganligi uchun bitta boshlansa cho'li Iroq u juda katta kuy. Albatta. O'sha azaldan xalqimizning sevimli musiqalaridan. Milliy ohanglarimiz boshqacha. Vodiydan kelgan mehmonlarimiz bilan suhbatlashsak, Umidjon aka. Mehmonlar dovon oshib kelishganligi uchun sal nafasligini rostlab olishsin deb turib, suhbatga jalb qilmay turdik. O'zgan aka, xush kelibsiz davramizga. Endi biz sizni ko'proq ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib, ijro etayotgan qo'shiqlaringizni va faoliyatingiz haqida tanishib, ustozlaringiz kim ekanligini bilib turib taklif qilganimizning sababi ham mana ko'rsatuvimiz ham xotira va qadrlash kuni arafasida shu kunlar paytida bayram shukuhi kezayotgan paytda efirga ketayotganligi uchun siz ustozlaringiz haqida suhbatlashsak, o'zingizni ijodingizdan bahramand bo'lsak deb taklif etgan edik. Keling, demak, bir qo'shiqdan boshlasak ha suhbatimizni. Albatta, bugun bayram dasturi. Qancha qo'shiq tinglasak shuncha kam. Marhamat ustoz. Bizda shu Murodjon aka Ahmedov o'tganda qo'yganda shu o'rtarni juda yaxshi ko'rardik. Bir mahallamizga to'yga kelib qoldilar. Shunda qarab turdim, torlarni olib kelib bergan edim. Menga bir nazar qilganmikan u kishi? Keyin o'rtarda aytdi-da. Shuni biz ham aytsak bo'lar ekan deb ko'nglimdan o'tgan edi. U kishi o'tdi. Shu sabab bo'lib shu o'rtarda aytyapmiz, nafasing Murodjon Ahmedovga o'xshaydi deydi. Shuning uchun shu o'rtardan boshlasak. Marhamat. Agar aşığım etsem küp canı canırtar. Agar aşığım etsem küp canı canırtar. Bu iş sırrıyla beyan etsem ta ki ulkanıma anırtar. Kişiye iş utidim zer reise bunu yürüyen. Bunu bir sabr bir takat yüreğimni içine ağırtar. Bunu bir sabr bir takat yüreğimni içine ağırtar. Canan seni vesfin beyan etsem kayıtı birleyi canan seni vesfin beyan etsem Tilim lağlı gözüm giryan süngeklerini nıkanırtar.
Tilim lağlı közüm giryan Süngeklerini ağırtar Bu derdinle harap oldum Kelip kalım sürmesen Bu derdinle harap oldum Kelip kalım sürmesen Gamiye boşta, elem boşta, yüreğimni fırlanırtar. Gamiye boşta, elem boşta, yüreğimni fırlanırtar. Yar Bu meşref derdini cana Küçkül başıga salmam Bu meşref derdini yarab Küçkül başıga salmam Eğer mahşerde vursam Zeminu aslan örter Eğer aşıklığım etsem Küp canı cahan örter Yaşang. Rohat. Milliy ohanglarimiz. Bir rohat bag'ishlaydi. Qopqoqni nega yopdingiz? Tezroq qiziydi. Mana shuni shuncha vaqt oshxonada vaqt o'tkazsam ham ko'p ayollar bilishmaydi. Qopqoqni yopib qo'ydilar yog' qiziyotganda. Siz bu tomonga o'tib oling. Ha, yog'ni hidi o'tirib qolmasin sizga. Qovurishni boshlaymiz. Go'shtni iloji boricha maydaroq shaklda to'g'raganingiz yaxshi, chunki tezroq pishadi. Birinchi piyozni qovurib olamiz. Ibrohimjon aka, yog' qancha soldingiz? Hozir 200 grammlar atrofida yog' solindi. Boya Umidjon akam aytdilar-ku, bu taom o'sha men hozir esimga tushyapti-da, bizning enalarimiz o'sha bolaligimizda "Ke bolam, mana uni yeb olgan desang hayron bo'larding-da". O'sha aytganlarda tuxumga, nonni tuxumga botirib ham, tuxumni oqiga, sarig'iga aralashtirib ham qovurib mazali bo'lardi. Ha, o'zi Qulinar biz hali ham shuni sevib iste'mol qilamiz. Haqiqatan ham tez tayyor bo'ladi, ham mazali bo'ladi, ham to'yimli. tejamkor taomlarga qarashingiz qanday? Munosabatingiz qanday? Shu katta avloddan eshitib kelgansiz-ku, to'g'rimi? Ilgari hech narsa uvol bo'lmasdi-da. Yo'q. To'g'rimi? To'g'ri. Buni foydasi katta. Albatta. Hozir biz uydan chiqishimizda buni onalar aytdiki, borib navoda atala qilishligingizni aytib yurmang-ku borib. Bilasiz atala qilishni. Dedi-da. Endi men doim mana shu o'g'lim ham hozir aytib beradi. Doim erta bilan shu to'yga bormasdan oldin shu albatta qo'y yog'ini solaman. Unda qo'g'irib olib turib, suv quyib, solaman, atala bo'ladi-da. Shuni bilan shirin bo'ladi. O'shani doim ichib ketamiz. Endi hammalari ichadi. Ular ko'pchilik, men Sherali ko'proq. Endi buni farzandi bor.
Muhammad Muso degan, u ham juda bobo deb gapiradi. Bobo atalangiz bormi, atalar qildingizmi deydi. Bir vaqtda safarda bo'lib qolaman. Shuning uchun bu milliy taomlarni hozir aytganimda, hozir o'shani aytadi. Bega kelsam, o'shandan boshlayapmiz. Atalar juda urfda hozir, bilasiz-ku, poytaxtda ham bir nechta joylarda pishirishyapti. Qozonda ikkita qilsa, bittasida atalar tayyorlasa gap bo'lar ekan o'zi ustoz. Qadim taomlarimiz. Vodiyda, ayniqsa Qo'qonda ertalab nonushtani chiqib turib, shu choyxonada nonushta qilishligi meni juda hayratlantiradi. O'sha kalla go'shtlari, taomlari, mastavalar va butun jamoa bo'lib o'tirib nonushta qilinishi bir boshqacha fayz beradi. Shunday. Qadriyat darajasida bu. Qadriyat darajasida. Ayniqsa Qo'qonda o'sha bozorda oldida bor, bir ikki marta guvohi bo'lganmiz. O'sha ertalab saharlabda yetib bordik. Endi xalqimizning xizmatiga borsak, qarasak gavjum. Hamma masjiddan chiqqan, namozdan keyin hali bozorga ketayotgan, erta tongda bir maza qilib to'planishib, U yerda nafaqat nonushta qilib, atrofdagi insonlarning chehrasini ko'rib, fayzini ko'rib, inson bir boshqacha bo'ladiki, o'sha O'ra choyxonasi ham bor. O'sha yerdan O'raga borganimizda ham yerda ko'rdik, nuroniy otaxonlar. Albatta bularni ko'rganimizdan keyin yoshlarimizda bir qanaqangidir shu milliy qadriyatlarga, tariximizga, urf-odatimizga bo'lgan e'tibor kuchayadi-da. Tarbiya bu ham qo'l bilan ushlab, og'iz bilan aytilmasa ham ko'z bilan ko'rib amal qilinadigan tarbiyaki ertalabdan nonushta qilib, bir-birligi bilan mehr-oqibat qilishligi o'ziga xos. Faqat o'zbeklarga xos bo'lgan odat bo'lsa kerak. Faqat o'zbeklarga xosmikin? Nimaga asoslanib aytyapsiz, Mijon aka? Shu shunchalik millatparvarligingiz uchunmi Endi yo'q, mana butun Yevropa fast foodga o'tib ketyapti. Ha, zararli ovqat. Keyin haligi ovqatlanish ham shunaqangi globallashuv, tezlashib ketayotganligi uchun tez ovqatlanib, tez bu shunaqangi bir oila davrasiga yig'ilish. Afsuski bu holatlar o'zimizga ham sekin-sekin sezilmas darajada kirib kelyapti-da. Shuning uchun baribir men o'zbekligimdan faxrlanaman, bunaqangi narsalarga ko'proq e'tibor berib turaman. O'sha Ikkinchi jahon urushi davridagi san'atga qaytsak, o'sha davrda o'zbek san'atkorlari haqiqatdan ham bir katta natijalar ko'rsatishgan. O'sha frontga borib, kuy qo'shiqlar ijro etib, katta konsertlar berishgan harbiylar uchun, oddiy askarlar uchun. Tamara xonim, mana boya esladingiz, to'g'rimi? Mana shu san'atni kayfiyatga, shijoatga, g'alabaga ta'siri haqida ozgina gapirib o'tishingizni istar edim. Endi ustozlarimizdan bir ikkita voqealarni baribir haligi aytib berishganda, ustozimiz O'zbekiston xalq hofizi Mahmudjon Yo'ldoshev ustoz aytib beradilar, shu yangi yo'lda mana ustoz biladilar, teatr bu ochilgan ekan urush paytida. Muqimiy teatri, Muqimiy teatri o'sha birinchi yangi yo'lda boshlangan ekan. Ya'ni shu urush paytida ana shu yerda o'sha davrda Usmon Yusupov san'atga juda ham oshno bo'lgan ekanlarda. San'atkorlar juda ham qadrlab, hurmat qilib, hamma san'atkorlarni urushga yubormasdan ana shu teatrga jamlagan ekanlar. Ajoyib. Ana shu teatrga jamlab, bular agar urushga ketsa, bu o'zbekmi, mani xalqimiz san'atkorlari qirilib ketadi, o'zbek san'ati deb ana shu teatrga jamlagan ekanlar. Keyin butun 12 ta viloyatdan jamlangan-ku. Endi hozir nomlari esimga tushmayapti. Eshitganlar bilishadi, ustozimiz aytib bergan. Ikkita aka-uka hofiz bo'lgan ekanlar. Pason laqablida endi ularda. Va Usmon ota keladi, yig'ilinglar debdi, hammasi kimga savoli bo'lsa aytinglar debdi-da. Aytgandan keyin haligi aka-ukalar juda ham qitmar, injiq bir haligi bir ajoyib fe'lli ustozlar bo'lganda endi o'sha davrda. Keyin rosa haligi suhbatdan keyin meni gapim bor debdi. Ha, nima gapingiz bor? Tiring, gapiring degan ekan. Biz akam bilan maslahatlashib urushga ketadigan bo'ldik. Bu yerdagi sharoit bizni qoniqtirmayapti debdi-da. Haligi o'sha teatrda borib, "Jim o'tirsin-chi" deb keyin ichkariga kirib ketganlardan keyin, "Menga qara, nima degan gaping? Bu sen hozir gap bilasanmi? Urushga ketsang bitta miq bilan otilib ketasan, qirilib ketasan. Bu shunaqa Usmon ota sanlarni o'ylab shunaqa qilib asrab yuribdi" degan ekan. "Yo'q, debdi. Keyin
ha bo'pti unaqa bo'lsa debdi, keyin chiqqandan keyin mayli sizlarga yaxshi kayfiyat, yaxshi ishlanglar deb chiqib yana meni bitta gapim bor edi degan ekan. Gapiring. Biz akam bilan maslahatlashib shu yerda qoladigan bo'ldik. O'sha bardik, o'sha davrda ham qaysidir ma'noda san'atkorlar, bizning xalqimizning san'at ijodkorlari baribir mana shu xalqimizga o'sha o'zini mana shu o'zbek musiqasi bilan xalqimizga kamarbasta kuch-quvvat bo'lganda baribir-da. Endi haqiqatdan bunaqangi tarixda voqealar ko'p bo'lgan va shu aynan shu davrda bo'lgan yana bir voqeani eslatishni xohlardimki, bizning xalqimizning sevimli san'atkori Qobul qori Sidiqov degan san'atkor bo'lgan. Bu inson juda shunaqangi o'z davrida mashhur bo'lgan, juda san'ati kuchli inson bo'lgan. Usmon Yusupov nazariga tushib, haqiqatan Usmon Yusupov Qobul qori Sidiqovni konservatoriyaga, Moskvaga yuborgan ekan. Moskvada borib konservatoriyada o'qib, yana bilimini rivojlantirish, san'atini rivojlantirish maqsadida o'sha paytda urush boshlangan. Urush boshlanganda boyagi siz aytganingizdek Usmon Yusupov san'atkorlarga bron qilib berib, san'atkorlar urushdan olib qoladigan bo'lgan. Bu Qobul qori Sidiqovga ham taalluqli bo'lgan, unga xat yozishgan va qaytib keladigan paytida kursdoshlari bilan endi shu xabar bo'lganda, mana bizani Usmon Yusupov urushdan olib qolyapti, men urushga bormaydigan bo'ldim deganda kursdoshlari sal ta'na qilishgan ekanda. Moskvada mana o'qib yurgan paytingda hammasi yaxshi bo'lgan, zo'r bo'ldi. Maza qilib o'qib yurdingda, tinchlik paytida urush boshlanganda yana qochib ketyapsanmi? Deganda shunda yigitlik g'ururi, o'zbeklik ori bir ana qilib, yo'q men borib urushga boraman deb, biron bo'lsa ham shunga ko'nmasdan turib urushga ketgan va urushda halok bo'lgan. Ya'ni bu Qobul qori Sidiqov bilan bog'liq yana bir narsani aytib o'tishim kerakki, bizning xalqimizning sevimli qo'shig'i o'sha so'limni birinchi ijrochisi Qobul qori Sidiqov bo'lgan. Qobul qori Sidiqov Imomjon Ikromov kuy bastalaganlar G'iyos Soati g'azaliga. Shunday bir qanaqangi zabardast, shunaqangi bir ko'tarilib kelayotgan san'atkor shu g'ururida kuchi bilan urushga ketgan. Bu haqida Zulfiya she'r yozganlar. Uni Farhod der edilar degan she'r, doston, she'r emas, doston yozganki, o'sha bu yerda shu urushdan avval opera teatrida Farhod rolini ijro etgan, Farhod ariyasini ijro etganligi uchun butun xalqqa tanilgan, o'sha so'lim qo'shig'i bilan tanilgan va urushda bunaqangi halok bo'lganini eshitgandan keyin shundan ta'sirlanib turib Zulfiya uni Farhod der edilar deb doston yozgan ekan. Hamid Olimjon va Zulfiya haqidagi kinofilmda ko'radigan bo'lsangiz, Hamid Olimjon urushga borgan paytida shunda Hamid aka deb chaqiradi-da, kelib turib, Qobul qori siz nima qildingiz, siz sherdamisiz degan epizodi bor shu narsa. O'shanda Qobul qori Sidiqov ijro etgan o'sha so'limni kinofilm ijodkorlari shundan foydalanishgan. Taomimiz qovurilyapti. Men bunga bir qoshiq tomat soldim, tuz soldim, go'sht piyoz qovurilyapti. Nonni ham ikki tomonni ozgina qovurib olish kerak ekan. Keyin yana albatta pari bug'ida ham nonni ushlab olamiz. Mana shunday qozon kattaligidek yoki bir tovangiz kattaligidek nonlarni tanlaganingiz yaxshi. Mana bu qovurmaga hozir suv olishimizdan oldin ozgina mana yopgan nonlarni ham qovurib oldik. Keyin bularni kesib, laganga tortiladigan darajada chiroyli qilib bezatamiz. Mana azizlar, chiroyli qovurilyapti. Go'sht mana shu qovurilish jarayonining o'zida pishib qoladigan darajaga kelish kerak ekanda. Umidjon aka, bunga hozir ozgina suv solamiz va qaynatib pishiramiz. Vohidjon aka, o'zi umuman, voy. Nima Vohidjon aka o'tirdim? Vohlar ekan o'shaning uchun. Ketdi. Ibrohimjon aka, o'zi non palov, non kabob yeganmisiz hech? Yo, albatta, bu taom bizni bolaligimizda yeb, shu nonni, non kabobni yeb, mana zabardast bo'lib. Yangilik emas, xullas. Yangilik emas. Lekin o'ylayman, hozir siz pishiryapsiz-ku, sizniki boshqacha o'zgachada endi, lekin go'zal bo'lishi aniq. Go'zal bo'lishi aniq. Albatta, chunki bayram dasturi uchun tayyorlanyapti. Nonni to'rg'amasdan diblayapsiz, to'g'rimi, Umidjon aka? Keyin kesiladi. Biz bo'lib turib, keyin shunaqasini ko'rgandik, o'sha tuxum bilan aralashtirganni, lekin o'ylaymanki, buni ham men hozir yodlab oldim reseptini, keyin berasiz menga. Albatta buni men o'zim ham gap ochig'i mana shu pishir-sidirga, osh pishirishlarga juda ham ishqibozman. O'zbek erkaklari albatta o'sha bir buni uyda bir tayyorlab ko'raman.
Vohidjon aka tez gapirayotganlardan ham anglayapsiz. Yana Ibrohimjon aka tez shoshib gapirayotganlardan anglayapsiz. Shoshib turibdilar, chunki bugun tadbirlar juda ham ko'p. Lekin baribir sizni yana bir go'zal qo'shiqsiz qo'yib yubormaymiz. Nima eshitamiz? Bo'lsam, mana shu ustoz san'atkor mana shu Ichki ishlar vazirligida bir necha yil faoliyat ko'rsatib, mana shu ansamblimizni shakllanishida faoliyat ko'rsatgan ustozimiz, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist polkovnik Ikromjon Bo'ronov ijro qilgan bir go'zal ashula bor ekanda. U Dadaxon Hasanov so'zi bilan ekan. Yaqinda eshitib qoldimda, keyin shuni hali ko'pchilik eshitmasdan mavzuni shuni aranjirovka qildirib, yangicha talqinda ijro qildim. Qayga ketdi yoshligim? Eshitamiz. O'shal qalam qoshligim degan qo'shiq. Marhamat. Marhamat. Qayga ketdi, qayga ketdi, qayga ketdi yoshligimni olib ketdi, o'shal qalam yoshligimni olib ketdi, o'shal qalam qoshligim ketmasaydi qalam qoshim ketmas edi yoshligim netay bunga sabab bo'ldi jindakkina yoshligim netay bunga sabab bo'ldi jindakkina yoshligim afsus endi qayta kelmas qalam qoshligim aslo sendan rozimasman ey mening beboshligim aslo sendan rozimasman ey mening beboshligim qaydasan ayt ey qalam qoshligim izlab borib toparmanmu qaytib kelsa yoshligim yoshligimni olib
ketdi o'shal qalam qoshligi. Yashang. Tashakkur. Sog' bo'linglar. Rohatlandik. Albatta, mana shu go'zal yurtimizga, yangi O'zbekistonimizga hech qachon ko'z tegmasin. Hamisha gullab yashnasin. Go'zal, tinch yurtga mana shunday go'zal bayramlar yarashadi. O'tganlarda Xudo rahmat qilsin, bugun xotira va qadrlash kuni. Albatta, mana shu o'tgan ustozlar, o'tgan barcha yosh ulug'lar hammani oxiratlari obod bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin, bayramlar muborak bo'lsin. Albatta, bayramlarda mana shunday chiroyli kayfiyatda va albatta mana shunday Dilafruzxonda chiroyli taomlari bilan o'tkazish yarashadi. Sog' bo'linglar, xursandchilik kunlarda ko'rishaylik azizlar. Tashakkur ko'rsatuvdagi ishtirokingiz uchun rahmat. Azizlar, bu avval taom ko'rsatuvi. Azizlar, O'zbekiston tarixi telekanalining avval taom ko'rsatuvida eng qadimgi unutilgan taomlar retseptini sizga eslatishni maqsad qilganmiz. Shu bilan birgalikda zo'r san'atkorlar bizning dasturimizga kelib mehmon bo'lib sizning kayfiyatingiz uchun xizmat qilishyapti. To'g'rimi, Mo'minjon aka? Va shu maqsadda biz Farg'onadan O'zgan aka Mahmudov, o'zlari shogirdlari va farzandlari Sherali Mahmudov bilan kelganlar, tashrif buyurishgan. O'zgan aka, mana sizni ijroyingizdan kuzatib, bizga ma'lum bo'lyaptiki, siz haqiqiy shu o'zbek qo'shiqchilik san'atini egallash yo'lida bir nechta xalqimizning sevimli san'atkorlarini ijodlarini o'rgangan ekansiz. Shu repertuaringizda ularning qo'shiqlaridan foydalanib ijro etib kelayotgan ekansiz. Ustozlaringiz haqida bir ma'lumot bering tomoshabinlarga. Albatta. Ustozlar haqida bizlar o'zi shu san'atga qiziqishimiz sababi dadam bo'lganlar. Dadam rahmatli o'zi shopir bo'lganda, kolxoz bo'lganmizda ishlagan. Shunda san'atni juda yaxshi ko'rar ekanlar. Shu farzandimiz, bitta farzand bo'lganmiz. O'g'lim sen hofiz bo'lasan deverardi. Men yonlarida o'tirsam, men mashina minaman, shopir bo'laman desam. Shu qadar san'atga oshno bo'lganlar. Dadamlar endi vaqtroq o'tib ketganda, yoshlikda qolgan edik. Shu nima bo'ldi? Dalalarga chiqib texnikaga ishqoz bo'lib yurgan paytimda shu Mamirjon Uzoqovlarning ashulasini eshitdim. Murodjon akani, keyin Rasul qora aka bor bizda, Yangi Qo'rg'on deganda yaqin joyda turamizda. Shularning ashulasini eshitib qalbimga shunaqangi endi san'atga ishqoz bo'lib qoldi-da. Keyin nima bo'ldi-yu? Dalada yurgan paytimda, traktor minib yurgan paytimda kolxozimizga bir o'sha paytlarda raislar deyishar. Shular keldi. Kelib qolganda keyin men tepada etak yechib turdim. Paxta vaqti bo'lganda etak yechib tursam, jonon bo'laman deb aytib turdim. Shunda keldi. Kelgan aka raislar kelgan ekanda, velosiped eshigini ochib turib, ne qarasam hammasi o'yinga tushib turadi, o'ynamay qoldi. Ma'qul bo'lyapti. Ha, keyin bunday qarasam velosipeddan o'sha rais tushgan ekan. Aytor to'xtamadi dedi, keyin bir ikki qator aytgan bo'ldim. Nechinchi yillar bu endi? Endi bu shu Siz necha yosh yigitsiz shu paytlar? Men yoshroq bola edim, maktabda o'qiyotgan paytimda bo'lganda bu. Shunda keyin bu bolaning nafasi yaxshi ekan, ashlachi bo'lish kerak ekan dedim. O'shanda menga ishq tushib, keyin hali sabab bo'ldimi? Xonamga o'tgan dedi ya'ni. Keyin o'tganimdan bir tor oldim, sabab bo'lib. Shundan keyin uyimizda endi dadamda onalar hayot bo'lgan enamizlar. Shu aynakka qarab, torni bunday pastga tepaga qilib yurib, o'sha ashulalarni aytishni boshladim. Qoyil. Shu endi mana hozir orada bir 10-15 yilgacha ashula ham aytmay qo'ydik. Endi sabab bo'lib yana shu nasiba bor ekan, taqdiri azalda yozganini banda o'zgartira olmas ekan. Dadamizning shu duolari bo'lsa kerak. Endi shunga hozir shu Mamirjon akani o'sha aytgan ashulamni ko'ngilga keldi. Mana bayram ham
sen kuygan bu fakirlarni yana yondirasan Anil şirki 100 yılgadır Şurada oturasan Yosh boshing bilan her yerda yolg'iz yurasan Emikirkilar ko'chasidan o'tmaganim kelmay Yoray yoray Asragan vaqtimda sen yoshgina yerding Ham erkayim uni saodatgina yerding Altınlar qalam Hoshgina yerding Har yoqqa borar Chog'imda yo'ldoshgina yerding Mevada qilib Birga vafo qilmaganim kelmay Yoray yoray Kidirasan qayda bo'lursan Eshiqni yuz Bina urasan qayda turursan Sado qilayin bormi sen asli makoning Jonimni beray ishtigoning qayga qursan voy Ey yashang. Mana shu qo'shiqning oxirida salomat bo'linglar deb aytiladi-yu, Umijon aka. Siz tayyorlagan ovqatni yegan insongina salomat bo'lish. Yashang, yashang. Maza qildik, sevgili tomoshabinlarimiz ham xursand bo'lishdi nazarimda. Umijon aka, non qozondan olindi. O'sha qayla deymizmi, nima deb atasa bo'ladi mana shu qovurmani? Piyoz va go'shtdan iborat. Endi palov bo'lganda zirvaga derdik. Zirvaga to'g'ri kelsak kerak. Mana zirvaga qaynab turibdi. Nonni esa mana boya eslashdi-ku, Umidjon aka bilan yana bir mehmonimiz mayda to'g'ralar edi deb, lekin biz buni transformatsiyaga uchragan. Bugungi 21-asrimiz 2026-yil oshxonasiga moslashtirib chiroyliroq shaklda qilmoqchimiz-da Umidjon aka. Shunga biroz yirikroq shaklda do'ppi yoki tort bir hozirgi kunda bilasiz-ku, taom eng muhimi chiroyli ko'rinishga ega bo'lishi juda dolzarb bo'lib turibdi. Shuning uchun nonni yirikroq shaklda to'g'raymiz va laganga terib chiqamiz-da. Mana o'rtasiga esa o'sha qiymasini solaman. Hozir nafaqat tortlarni, hatto biz aytadigan bo'lsak, shu qurtoba shunaqangi to'g'rab, yaqinda bir ko'rsatuvimizda bo'ldi, sho'rtak degan taomni tayyorladik. Unda ham shunaqangi nonlarni terib chiqishgan edi. Hatto Ozarbayjonlarning sevimli taomi, nafaqat Ozarbayjonlarning, barcha xalqlarning sevimli taomi bo'lgan shu Ozarbayjon shoh palovini ham shunaqangi kesib, tortga o'xshatib chiroyli qilib qilishdi. Hozir eng muhimi shu dasturxonga chiroyli tortish bo'lib qoldi-da. Mazasi ikkinchi darajali. Yo'q, mazasi ham zo'r-ku, lekin Dilafruzning qo'liga tushgan narsa borki, transformatsiyaga uchraydigan bo'lib qolgan hozir. Uchratib, ancha zamonaviylashtirdik. Chunki an'ana va qadriyatlar qalbda, harakat esa bugungi kunni aks ettirishi. O'zgan aka, qarangda, mana hozir biz taom tayyorlayapmiz. Juda bir chiroyli an'analar haqida suhbat ketyapti. Men hozir Toshkentboy, Qarshiboy degan ismlarni ko'p eshitganman, lekin O'zgan degan ism ham joy nomi bilan bog'liqda. Nima uchun sizning ismingiz O'zgan? O'zganlikmi siz o'zi asli yo'q, qanaqangidir bir O'zgan bilan bir bog'liq joylar bormi? U hozir O'zgan Qirg'iziston territoriyasida-da, o'sha tarafda bo'lgan. Avvallar bunaqa chegara bo'lmagan, SSR paytida. Bundan oldin ham qirg'izlar, o'zbeklar hammamiz tinch, totuv, do'stlik ochiq bo'lgan.
sizni ismingiz nimani ma'noni bildiradi? Ko'p joyda shu savol bo'ladi. Qayerga borsak, nimaga ismingiz o'zgan deydi. Keyin endi bizda hali aytdimki, onamizni, dadamizni onalari hayot bo'lganda, enamiz aytib beradilarki, katta rahbari sartarosh bo'lganlar. Shunda o'zgandan chegaradan o'tib ketyapti ekan. O'sha vaqtda Xitoy hali boshqa chegaraga o'tib ketadi-ku, o'sha o'tib turganlarida qo'lga tushgan ekan bular. Sen nima kasb qilasan desa, u paytlarda bemor bo'lgan ekan, otlam tashlagan ekanda, keyin kattamizga navbat kelganda, nima kasb qilasan desa, men sartaroshman degan ekan. Sartarosh bo'lsang bizga kerak bo'lib qolasan deb, keyin saz shoqarlarda olar ekanda endi. Shunda 3 yil o'zganda sartaroshlik qilgan ekan. Shunda kattamizni ko'ngillarida bo'lgan ekanki, endi men nebara ko'rsam ismini o'zgan qo'yaman deb. O'sha kattamiz rahmatli bizning ismimizga sababchi bo'lgan. Buni ulug'lardan so'rab ko'rdim. Endi otangizni aytaveray, endi eshitganimda endi haqiqatni gapirish kerak. Nurulla qor aka degan Namangandan ustozimiz o'tganlar, hofiz. Juda ham chiroyli, nafaslari go'zal edi. Shu kishini birga bo'lib qolganimizda, shu savolda bir ulug'lar bilan o'tirganimizda, bu ismi o'zgan ekan, o'zgan ism bo'laveradimi o'zi desa, keyin o'sha yerda bir ulug' kishi aytdilarki, o'zgan ismini bo'laveradi deydi. Shu to'g'ri kelar ekan. Shuning uchun shu bizning ismimizni so'rasa, shu sababi kattamiz bo'lsa kerak. Endi sartaroshlik kasbi ham bugungi kunda faqat go'zallik yaratadigan kasb deb tushunamiz. Insonlarni go'zal qilish uchun aslida sartaroshlar xalq tabobati bilan juda yaqin tanish bo'lishgan. Insonlarni masalan qon olish kerak bo'lsa, shunaqangi ishlarni, tabobatni ma'lum bir jabhalarini bilishgan. To'g'ri. Tabobatchilik bilan ham shug'ullanishgan. Demak, dunyo qarashi ham ancha bir rivojlangan insonlar bo'lganki, shu ismni qo'yishni niyat qilib va niyatiga yetgan insonlar ekan ota-bobolaringiz. Biz umuman xalqimiz azal-azaldan ismlariga juda e'tiborli. Non palov tayyor bo'ldi azizlar. Operatorimizdan iltimos qilaman, yaqinlashtirib tasvirni teletomoshabinlarimizga yanada aniqroq ko'rsatishsa, mana har bir non qatlami bu yerda azizlar. Mana nonni, oddiy yopgan nonni mana kesib chiqdik. Yopgan non avval qovurildi, keyin mana shu bug'da ham bir necha daqiqa ushlab olindi. Umuman olganda taom pishishiga taxminan 25-30 daqiqa vaqt ketar ekan, chunki non tayyor. Eng muhimi go'shtni yupqaroq, maydaroq shaklda to'g'rashingiz. Biz bezak uchun mana brokoli, ko'katlarni soldik. Dasturxonga tortib, mana shunday antiqa tarixiy taomni mehmonlarni ajablantirish mumkin-a, Umidjon aka? Juda chiroyli bo'ldi. Endi buni tatib ko'ramiz va uni ta'miga baho berish mehmonlarimizga tatib ko'ramiz, albatta. Hamma narsa go'zal bo'lgandek, bu chiroyli bo'lib ketdi-da. Non palov desa, "Yo'q" deydi, bu o'xshamaydi deydi-da. Hozir go'zalligida hamma narsa go'zal bo'lyapti-da hozir. Hamma yoq chiroyli. Samarqand Buxoroga borib keldik. Imom al-Buxoriga kirdim. Aytdi, qarab go'zalliklarini o'sha yerda men borib ko'zim bilan ko'rganlarim yaqinda borib. Hamma narsa sharoitlar. Mana yo'lda kelyapmiz. Yo'llarimizda kelishligimizda ham hamma yoq pokiza, chiroyli. Yo'llar ham chiroyli bo'lyapti. Zamonimiz tinch bo'lsin. Bu tinchlik sharofati. Marhamat, tatib ko'ring. Ma'qulmi O'zgan aka? Yodingizga tushdimi o'sha onangiz qilgan non palov, non kaboblar? Tadbirlarimizdan keyin qolgan nonlarni pishirib onamiz uvol bo'lmasin deb. O'zgan aka dovon oshib Toshkentga kelib mehmonni taklif qilsak-da, mehmonni oldiga non palov qo'yishimiz bir tomoshabinlar uchun ham, siz uchun ham g'alati tuyulishi mumkin, lekin ko'rsatuvimizning maqsadi ham shu biz qadimgi taomlarimizni, milliy taomlarimizni yana bir eslatish. Bu balkim qaysidir hududda bu oddiy hol bo'lishi mumkin. Lekin butun respublika bo'yicha olib qaraydigan bo'lsak, kimlar uchun hali bu ma'lum bo'lmagan taomlar qiziq tuyulishi tabiiy. To'g'ri aytasiz. Sherali, tatib ko'rdingizmi? Tatib ko'rdim. Nihoyatda ajoyib, ma'qul. Sizning ijodingiz ham juda chiroyli pishdi, go'shtlari ham yumshoq bo'lib.
Rahmat kelganingiz uchun. Bugungi Pullaringiz dard bayramda ko'rmasin. Bundan ham taomlari shirin tashakkur. bo'lsin. Rahmat. Kelganingiz uchun nihoyatda minnatdormiz. Bugungi bayram dasturimizga go'zal kayfiyat bag'ishlaganingiz uchun nihoyatda xursandmiz. Umidjon aka, maqsadga yetdik.